Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Agarda siz kanalda yangi bo'lsangiz, podpisatsiya va like tugmachasini bosib qo'ying. Demak, bugun biz sizlarga ayollarda kechuvchi klimaks davri haqida ma'lumot berib o'tamiz. Hurmatli ayollar, siz ushbu videoda klimaks qanday davr ekanligi va uni qanday belgilari bor ekanligi va uni qanday yengillashtirish mumkinligi haqida ma'lumotga ega bo'lasiz. Videomizni diqqat bilan oxirigacha kuzatib boring. Demak, hurmatli ayollar, klimaks davri bu ayol organizmida reproduktiv, tug'ish qobiliyatining tugashi va gormonal o'zgarishlar bilan kechuvchi tabiiy biologik jarayondir. Demak, bu davrda tuxumdonlarning faoliyati sekin-asta susayadi. Demak, estrogen gormoni kamayadi va hayzingiz sekin-asta to'xtaydi. Endi sizlarda savol tug'ilishi mumkin. Klimaks davri o'zi necha yoshda boshlanadi deb. Demak, butun dunyo, Sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lumotlariga qaraganda, demak, klimaks davri ayollarda o'rtacha 45-55 yosh oralig'ida boshlanadi. Lekin bu o'rtacha ko'rsatkich, statistik ma'lumot hisoblanadi. Masalan, ba'zi O'zbekistondagi ayollarda 38 yoshda boshlanganligi yoki 35 yoshda yoki 40 yoshda boshlanganligi ham aniqlangan. Bu har bir ayolning individual, reproduktiv, holatdan kelib chiqib boshlanadi. Tushundingizmi? Endi mana shu klimaksning, hurmatli ayollar, bosqichlari bor. Mana klimaks davri, to'liq klimaksga kelish uchun ham uning 3 ta bosqichi bor ekan. Demak, birinchi bosqichi bu premenopauza, bosqichi, ikkinchi bosqichi menopauza bosqichi, uchinchi bosqich esa post, menopauza, bosqichi hisoblanadi. Endi har biri uchun men sizlarga qisqacha ma'lumot berib o'taman. Demak, sizning o'sha yoshingiz o'tib boryapti, 40 yoshlarga yoki 45 yoshlarga kirib boryapsiz. Demak, mana shu birinchi bosqichi boshlana boshlaydi. Demak, bunda quyidagi holatlar ro'y beradi sizda. Demak, hayzingiz keladi, lekin tartibsiz. 1-2 oyda bir marta keladi. Tushundingizmi? Masalan, bugun 20-oktyabr bo'ladigan bo'lsa, shu kun kelishi kerak edi, lekin kelmadi. 2 oydan keyin kelyapti. Masalan, 1 yoki 2 oy tashab kelyapti. Lekin sizning hayzingiz oldin har oy kelayotgan bo'lsa, endi 1 oy yoki 2 oy tashab keyin kelishi mumkin. Bu estrogen kamayganligi oqibatida. Ana endi klimaksning ikkinchi bosqichi bor. Bu menopauza bosqichi hisoblanadi. Bu oxirgi hayz davri. Agar siz 12 oy davomida hayz ko'rmagan bo'lsangiz, tabriklaymiz, siz menopauza bosqichiga o'tgansiz. Klimaksning ikkinchi bosqichi. Demak, 12 oy davomida ko'rmasangiz, ikkinchi bosqichiga o'tasiz. Birinchi bosqichda nima edi? 1 oy yoki 2 oy tashab keyin hayz ko'rayotganingiz. Sekin-asta o'sha ham kamayib boryapti. Endi mana 12 oy davomida hech qanday hayz ko'rmadingiz. Demak, ikkinchi bosqichdan keyin do'stlar, post menopauza bosqichi boshlanadi. Bu degani hayz butunlay to'xtagandan keyingi davr hisoblanadi. Bu asosan 55-50 yoshlardan keyin boshlanadigan bosqichi bo'lib hisoblanadi. Endi mana shu klimaksning asosiy sababiga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, do'stlar, klimaksning asosiy sababi bu tuxumdonlarning gormonal faoliyatining pasayishi hisoblanadi va uning natijasida estrogen kamayib ketadi, follikula stimullovchi va lyutinlovchi gormonlarning miqdori ortib ketadi, hayz sikli buziladi va butun endokrin tizimda muvozanat o'zgaradi. Endi mana shu klimaksning sizlardagi, hurmatli ayollar, sizlardagi belgilari haqida ma'lumot berib o'taman. Demak, uning ham ikkita belgisi, ikki xil nimasi bor. Demak, birinchisi erta belgilari, ikkinchisi kech belgilari. Demak, erta belgilariga nimalar kiradi? Demak, erta belgilariga qizib ketishingiz, tanangiz qizib ketadi, yuzingiz qizarib ketadi. Va bundan tashqari yurak urishingiz tezlashadi, haddan tashqari terlash. Ayniqsa tunda shunaqangi terlaysizki, u ta'riflashga to'la ojiz. Va bundan tashqari uyqusizlik, charchoq, asabiylashish, kayfiyatning o'zgaruvchanligi, shallaqilik, belgilari sizda ko'pincha kelib chiqadi. Va bundan tashqari bosh og'rig'i, yurak urishining ko'payib ketishi yoki bo'lmasam qon bosimining o'zgarib ketishi va jinsiy istakning, jinsiy aloqaga bo'lgan sizda xohishning kamayib ketishi paydo bo'ladi. Erta belgilar, masalan, klimaksning boshlanish davrlarida. Endi kech belgilarga keladigan bo'lsak, demak, sochingiz to'kilishi mumkin, mo'rt bo'ladi,
tirnoqlaringiz ham mo'rt bo'ladi va bundan tashqari teri quruqligi ya'ni kuchayib ketadi. Ajinlarning ko'payishi yoki bo'lmasam vaginal ya'ni quruqlik va noqulaylik ya'ni qiningizda shunday ya'ni quruqlik va noqulaylik ya'ni sezasiz. Va suyaklarning ya'ni mo'rtlashuvi osteoporoz rivojlanishi mumkin yoki yurak qon tomir kasalliklariga moyillik ya'ni rivojlanishi mumkin yoki bo'lmasa mana shu bo'g'imlaringizda og'riq, asosan tizza bo'g'imida va belda og'riq ya'ni kuchli bo'ladi. Tushundingizmi? Endi do'stlar, mana shuni boshqacharoq tarzda tushuntirib beray. Endi mana klimaks davrida sodir bo'ladigan fiziologik jarayonlar, masalan, bizda organizmimizda tizimlar bor. Tizimlar. Masalan, birinchi tizim bu endokrin tizim. Bu degani gormonal, ya'ni sizning tizimingiz. Bunda estrogen ya'ni kamayadi, moddalar almashinuvi sekinlashadi. Ikkinchi tizim bu nerv tizimi. Nerv tizimingizda qanday o'zgarishlar bo'ladi? Demak, vegetativ ya'ni disbalans yoki bo'lmasam asabiylik sizda kuchli ya'ni bo'ladi. Keyingisi yurak qon tomir ya'ni sistemasida qon bosimingiz ya'ni o'zgarishi yoki bo'lmasam yurak urishingizning kuchayishi. Suyak mushak sistemasida siz kalsiyni yo'qotganligingiz tufayli osteoporoz rivojlanadi. Osteoporoz degani endi suyakning o'sha yemirilishi hisoblanadi. Bundan tashqari teri va shilliq qavatlarida elastiklik ya'ni pasayib ketib quriydi. Demak, siz mana shu klimaks davriga o'tgan bo'lsangiz, demak teringiz birdaniga qurish ya'ni ehtimolligi yuqori bo'ladi va jinsiy tizim tomonidan esa tuxumdon va bachadon qinlarning ya'ni kichrayish holatlari ro'y beradi. Tushundingizmi? Demak, endi mana shu klimaks davrining diagnostikasi haqida qisqacha to'xtalib o'taylik. Klimaks davrida quyidagicha diagnostika qilish mumkin. Birinchi navbatda gormonal tekshiruv. Demak, siz qoningizdagi follikula stimullovchi gormon, lyutinlovchi gormon va estrogen ya'ni gormonning darajasini aniqlashingiz kerak. Demak, klimaksda estrogen kamayib ketadi. Follikula stimullovchi ya'ni FSG va follikula lyutinlovchi gormonlar LGlar, demak, bular oshib ketadi. Demak, klimaksda mana shuni ko'rishingiz mumkin. Va bundan tashqari ultratovush ya'ni UZI apparatiga ya'ni borib tuxumdon va bachadoningizni holatini tekshirasiz va suyakning ya'ni zichligini ya'ni o'lchatishingiz kerak. Ya'ni bu osteoporozni erta aniqlash uchun. Agar erta aniqlasangiz, mana shu suyaklarning yemirilishini do'stlar oldindan ya'ni bilib, uni davo choralarini ko'rasiz va kelajakda mana yoshingiz o'tishi bilan tizza og'rig'i, bel og'rig'i yoki boshqa bo'g'imlar og'rig'idan ya'ni yengilroq tarzda hayot kechirasiz. Endi mana shu klimaks davrini yengillashtirish uchun nima qilish kerak degan savol bor. Demak, klimaks davrini yengillashtirish uchun siz birinchi navbatda shifokor ko'rigiga borasiz. Demak, shifokor ko'rigiga borib gormonal ya'ni o'sha nimalaringizni tekshirasiz, qoningizdagi gormonlarni tekshirtirasiz, UZI qilasiz va boshqa tekshiruvlardan o'tasiz. Demak, bu klimaks davrini yengillashtirish uchun demak o'sha gormon almashtiruvchi ya'ni dori vositalar qo'llaniladi. Masalan, estrogen yetishmovchiligi bo'lyaptimi? Demak, o'shani o'rnini qoplash uchun tashqi tomondan dori vositalar belgilaydi. Tushundingizmi, ginekologingiz? Va bundan tashqari asabiy bo'lsangiz, o'sha asabiylikka qarshi dori vositalar, agar davlenyangiz ya'ni o'ynayotgan bo'lsa, antigipertenziv ya'ni yuqori qon bosimiga qarshi qo'llaniladigan dori vositalar va vitamin dori vositalar qo'llaniladi. Vitaminlarda D vitamini va bundan tashqari elektrolit dori vositalaridan kalsiy, omega 3 yoki bo'lmasa yana vitaminlardan E vitamini qo'llaniladi. Endi shuncha narsani aytding, dori vositalarini ham aytding. Endi shuni tabiiy usulda ham yengillashtirsa bo'ladimi degan sizda savol tug'iladi. Albatta, hurmatli ayollar, masalan, doktorga bormasdan tabiiy usulda ham buni yengillashtirishingiz mumkin, lekin bu joyiga diqqat bilan, ya'ni e'tibor qaratishingiz lozim. Birinchi navbatda siz ruhiyatingizni tinchlantirishingiz kerak va stressni kamaytirishingiz kerak. Bilamizki, estrogen ya'ni kamayganligi tufayli asab tizimingiz beqarorlashyapti. Demak, stress natijasida mana shu qizib ketish, yurak o'ynashi, terilash kuchayib boryapti. Demak, mana shu stressni yo'qotish uchun, siz quyidagi ya'ni usullarni qo'llab ko'ring. Demak, yoga degan sport turi bor. Mana shu yoga degan sport turi mana shu klimaks davrini yengillashtirish uchun juda ham ya'ni qo'lga keladigan sport turi hisoblanadi. Bundan tashqari sizning namoz o'qishingiz yoki chuqur nafas ya'ni mashqlarini ya'ni bajarishingiz mana shu stressni kamaytirib, klimaks davrini yengil o'tishini ya'ni ta'minlab beradi. Va bundan tashqari tabiatda har kun ya'ni sayr qilishingiz kortizol ya'ni stress gormon darajasini pasaytiradi. Har kuni 7-8 ya'ni soat uyqu esa sizni gormon ya'ni balansingizni saqlaydi.
Ikkinchi, ya'ni tavsiya, ya'ni tabiiy tavsiya, to'g'ri parhez. Demak, siz to'g'ri parhez qilsangiz, gormon, suyaklar va yuragining, ya'ni sog'ligining, ya'ni asosi bo'ladi. Tushundingizmi? Demak, sizga tavsiya etiladigan, ya'ni mahsulotlar sut, yogurt, kefir. Demak, mana shu mahsulotlar, hurmatli ayollar, kalsiy va vitamin D manbai bo'lib, sizning, ya'ni organizmingizdagi osteoporozdan himoya qiladi. Demak, bundan tashqari avokado, yong'oq, zaytun, ya'ni yog'ini iste'mol qiladigan bo'lsangiz, bu omega 3, ya'ni tarkibiga juda ham, ya'ni boy bo'lib, demak, u yurak va asab tizimini tinchlantiradi. Tushunyapsizmi? Bundan tashqari soya, loviya, no'xat kabi, ya'ni mahsulotlarni ko'p ham iste'mol qilsangiz, u tabiiy fitoestrogen, ya'ni hisoblanadi. Sizning, ya'ni organizmingizdagi kamayayotgan estrogenni, ya'ni o'rnini bosuvchi o'simlik gormonlari hisoblanadi. Tushundingizmi? Soya, loviya, no'xat. Va bundan tashqari sabzi, ismaloq, brokkoli iste'mol qiladigan bo'lsangiz, uning tarkibida beta karotin va E vitamini, ya'ni bor bo'lib, u ham gormon balansini tiklaydi. Va sizga keyingi tavsiyamiz, ko'proq suyuqlik ichishingiz kerak. Demak, klimaks davrida organizm suvsizlanishga moyil bo'ladi. Kuniga siz 1,5-2 litr suyuqlik ichishingiz kerak. Bu esa sizni terlashingizni yengillashtiradi, teri quruqligini kamaytiradi, buyrak faoliyatini qo'llab-quvvatlaydi. Va bundan tashqari harakat, bu siz uchun tabiiy davo hisoblanadi. Demak, siz harakat, ya'ni qilishingiz qon aylanishingizni yaxshilaydi, suyaklarni mustahkamlaydi, stressingizni kamaytiradi. Demak, siz, ya'ni eng foydali siz uchun, ya'ni harakat bu kuniga, ya'ni 30-40 daqiqa yurishingiz yoki suzishga, ya'ni borishingiz yoki yengil gimnastika, ya'ni mashqlarni bajarishingiz, tizzalarni bo'kishingiz, o'tirib turishingiz yoki orqa mushaklarni mustahkamlovchi, ya'ni mashqlarni yoki bo'lmasam kegel, ya'ni mashqlarni qilishingiz bu siz uchun, ya'ni foydali bo'ladi. Demak, harakat qilsangiz osteoporoz, yurak kasalliklari va uyqusizlikni yo'qotasiz va mana shu klimaks davrini yengillashtirasiz. Va yana qaytarib o'tay. Demak, fitoestrogenga boy o'simliklarga, demak, soya, shalfey yoki bo'lmasam no'xat, moychechak, ya'ni kiradi. Demak, mana shu fitoestrogenli nimalardan sizlarga bitta qisqacha retseptcha aytib o'taman. Demak, siz bir shalfey degan, ya'ni o'simlikni eshitgan bo'lsangiz kerak. Tog'larda o'sadi. Masalan, hozir bozorga borsangiz ham shalfey desangiz sotadi. Demak, siz bir osh qoshiq shalfeyni bir stakan qaynoq suvga, ya'ni solasiz va 15 daqiqa damlab, kuniga 1-2 mahal ichasiz. Bu sizdagi mana shu isitma va o'sha qizib, ya'ni ketishni oldini oladi, gormonal, ya'ni o'zgarishlarni, demak, normallashtiradi. Bundan tashqari tinchlantiruvchi choylarga esa moychechak, yalpiz va limon o'ti, ya'ni melissa, ya'ni qo'shib ichadigan bo'lsangiz, asab tizimi tinchlanadi va uyqu yaxshilanadi. Suyaklar uchun esa bir choy qoshiq asal, bir osh qoshiq, ya'ni kunjut, ya'ni urug'ini, ya'ni kunjutni qo'shib har kuni ertalab yeydigan bo'lsangiz, sizni osteoporoz, ya'ni bezovta etmaydi. Bundan tashqari siz uchun ruhiy, ya'ni qo'llab-quvvatlash ham kerak. Ko'plab, ya'ni ayollar, do'stlar, hurmatli ayollar, klimaks davrini qarilik deb, ya'ni qabul qiladi. Bu esa stressni kuchaytiradi. Aslida bu tabiiy, ya'ni o'tish davri bo'lib, sizga yangi, ya'ni hayot bosqichi bo'lib hisoblanadi. Demak, oila, do'stlar, ijobiy muhit, sevimli mashg'ulot, o'sha ma'naviy dam olish bu, ya'ni sizdagi klimaks davrini yengil, ya'ni o'tishiga yordam beradi. Endi shuncha narsani aytding, foydali narsalar. Endi klimaksda nimani qilsak kuchayib ketishi mumkin deyishni sizda savol tug'iladi. Demak, siz klimaks davrida qahva ichishingiz, shakarli mahsulotlarni ko'p iste'mol qilishingiz, achchiq taomlarni ko'p iste'mol qilishingiz, spirtli ichimliklarni iste'mol qilishingiz klimaks davrini yengillashtirmaydi, balki og'irlashtiradi. Bundan tashqari chekish estrogenni yanada kamaytirib, sizdagi ana tepadagi holatlarni kuchaytiradi. Va bundan tashqari harakatsizlik, tun bo'yi telefonda o'tirishingiz ham gormonal muvozanatni buzadi. Tun bo'yi o'tirmang, tezda turing, mashqlarni qiling, bizda tepada aytgan tavsiyalarga rioya qiling. Sizda mana shu klimaks davri yengil o'tadi. Siz 5-7 yil chidab bersangiz bo'ldi. Keyin u yog'i postmenopauza, ya'ni bosqichida hammasi yengil kechadi. Bundan tashqari o'zboshimchalik bilan hech qachon shifokor tavsiyasi, ya'ni nazorati siz, ya'ni gormonal dori vositalarini qabul qilmang. Albatta shifokor, ya'ni nazorati bilan siz qabul qilishingiz kerak. Tushundingizmi? Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, hurmatli ayollar, klimaks bu ayol, ya'ni hayotining tabiiy,
lekin boshqarilishi mumkin, ya'ni bo'lgan bosqichi hisoblanadi. To'g'ri ovqatlanish, dam olish, harakat va o'simlik asosidagi vositalar yordamida siz bu davrni tinch, sog'lom va kuchli o'tkazishingiz mumkin. Shunday qilib, hurmatli ayollar, o'zingizni asrang, salomat bo'ling. Sizlar bilan Med Universal kanali jamoasi bo'ldi. Videomiz sizga ya'ni manfaatli bo'lgan bo'lsa, yaqinlaringizga ulashishingiz mumkin. Videomizga like bosing. O'zingizda qanday ya'ni savol tug'iladigan bo'lsa, bemalol kommentariyamizga yozib qoldirishingiz mumkin. Salomat bo'ling.